Ipak Home'dan kelayotgan kelin uchun eksklyuziv anaka. Uy bitgandan keyin ham rasxodli tugamas ekan. Har safar chet elga chiqqanimda oddiy mehmonxonalarda yostiq ko'rpalarda yotib mazza qilardim. Ertalab uyg'onganimda tetik mazza qilib turardim. Bunaqa mazza qilib uxlashda yostiq ko'rpalarning o'rni kattaligini bo'lsa endi bildim. Bu muammoyim bo'lsa Ipak Home'dagi qizlar bittada yechib berishdi. Ularga murojaat qilasizlar, uylarning dizayni, rangiga qarab o'zligi padvor tanlab berishadi. Ishligi toza, ozoda, mahsulotlarning sifatini ko'rasizlarmi? Bitta like bosib qo'yasizlar. To'y masalasiga keladigan bo'lsa, uylanish niyat bor, lekin hali ham qiz yo'q. Qizlar, sizlar bolalarni tanlayotganinglarda shunaqa qiyinchilikka uchraysizlarmi? Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kelin keladigan bo'lsa, spalni naborlari unga yoqarmikan? To'ydan keyin mazza qilib yotib, tilim uzun bo'lsin deb hamma narsani o'zim qilaman. Qizlar, sizlar to'yinglar bo'layotgan paytda spalni naborga necha pul tikib olgansizlar? Buni kommentariyalarda yozib qoldiring. Men bo'lsam bundan bu yog'iga mazza qilib uxlaydigan bo'ldim. Sizlarga ham shunaqa takoy nabor kerak bo'lsa, Ipak Home'ga murojaat qilasizlar hammaga. Xayr.